ozishga retsept va go'zal bo'lishga, betlaringiz tip-tiniq bo'lishga. Отлично. O'zim shu narsani iste'mol qilyapman. Guvohim ham bor. Ko'ring. Qizil lavlagi, aniq qizil lavlagi. Sabzi, selderey va imbir. Sokini chiqarasiz. Sabzining sokini 1 piyola. Qizil lavlagining soki yarim piyola. Keyin seldereyni soki. Buni bir 50 gram qo'shasiz. Imbirni soki hammasini aralashmasi 1 osh qoshiq soling. Gastrit va oshqozon yarasi borlarga mumkin emas. Sabzi sokini endi qani aralashtiraveramiz. Ketdimi? Qizil lavlagi. Ketdimi? Ichiga opat. Ana seldereyniki sal qolib ketdi. Mana ozroq qo'shamiz bundan ham. Ketdimi? Mana bu imbirni soki. Bundan 1 osh qoshiq qo'shasiz. Ishoning. 3 kun hech narsa yemagan holda imbir, sabzi, selderey, qizil lavlagi. Ishoning, betlaringiz tiniq bo'ladi. Organizm очищение bo'ladi. Onkologik заболевание, любой kasalga. Bismillah. 3 kundan beri hech narsa yegaman, faqat shuni ichyapman. Qorningiz to'q bo'ladi. Qornilaringiz yo'qolib ketadi, jirlar erib ketadi. Jirada gipotoz deysizmi? Ichak kasalliklari deysizmi? Semiz bo'lsangiz, o'zasiz. Shuna qilib yuring. Voy, qiling. To'g'rimi? To'ychi? Hop deng. Hop deng. Вообще maza bor-ku. Maza. Ishoning, aytganini qiling-da, 3 kundan keyin yengil yurasiz. Faqat hech narsa yemang. Non, pon hech narsa. Mana o'lganim yo'q-ku. To'g'rimi? Tip-patirikman. Davay. Gazim olsanglar. Selderey bilasizlar, suyak bo'g'in kasalliklari uchun ozish uchun imbir to'qlik hissini beradi, ozdiradi. Sabzi, qizil lavlak qonni ko'paytiradi. Onkologiya bizni 50 boy kasalga ketadi. Davay, shu bugundan boshlaymiz. Hop, yoki ertalabdan. Bo'pti, davay. 1 oy qiling, ichiga ofat. Boshqa orada masalan kunida xohlagancha iching. Orada meva sabzavotni xohlagancha ichishingiz mumkin. Ovozini o'chiring. Hop, bo'pti.